Assalomu alaykum azizlar. Hayotda albatta mehnat qilgan odam, daromad qilgan odam, ishini nihoyatda me'yoriga yetkazib ishlagan odam yaxshi daromad qiladi. Bizda ham onlaynda ana shunday imkoniyat bor. Qarang, yaxshigina mehnat qilsangiz daromadga chiqasiz. $30 yoki bo'lmasa $100 biznes joyni sotib olasiz, yaxshi mehnat qilasiz va 2 qadamdan keyin siz mana shu sotib olgan biznes joyingizning pulini chiqarib olasiz plastigingizga va yana odam chaqira boshlaysiz va siz yana daromad qilasiz. Siz uchun qiziqmi? Marhamat, profilda telefon raqamim, Telegram lichkam, kommentariyada ham telefonim bor. Men bilan bog'laning, noldan o'rgatamiz.